Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalarga, pensionerlarga, nafaqa oluvchilarga 1 million 500 ming so'm berilyapti. Tezda ariza topshiring, olmasangiz kuyib qoladi. Hamma pensionerga pul tushadi degan gaplar tarqaganda nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buyimiz, bobomiz yoki nafaqa yo'shidagi yaqinimiz bor. Eng xavflisi shundaki odamlar pul olaman deb ba'zida firibgarlarga aldanadi. Keraksiz shartnomaga imzo qo'yadi yoki o'ziga tegishli boshqa imtiyozlardan bexabar qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun aniq qilib tushuntiraman. 1 million so'm degan gap qayerdan chiqishi mumkin? Qaysi holatda olish kerak? Qaysi holatda shoshilmaslik kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa bemalol bo'lishi mumkin? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, juda ko'p odam pulini, hujjatini va asabini saqlab qoladi. Avval qanday edi? Oldin pensionerlar va ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar ko'p hollarda mahalla, pensiya jamg'armasi, hokimlik yoki ijtimoiy himoya bo'limlari orqali yordam so'rar edi. Kimdir bayram arafasida moddiy yordam olardi. Kimdir saxovat va ko'mak orqali yordam olardi. Kimdir kam ta'minlangan sifatida nafaqa yoki bir martalik yordamga ariza topshirardi. Odamlar ko'pincha mahalla raisi yoki xotin-qizlar faoli orqali xabar topardi. Internet hozirgidek kuchli ta'sir qilmas edi. Endi nima o'zgardi? Hozir ko'p xizmatlar elektronlashdi. Ijtimoiy reyestr, elektron arizalar, bank kartalari, SMS xabarnomalar, MyKo'k.uz, ijtimoiy himoya tizimlari, pensiya to'lovlari haqida ma'lumotlar ko'paydi. Bu yaxshi tomoni. Lekin yomon tomoni ham bor. Firibgarlar ham ko'paydi. Ular odamlarning ishonuvchanligidan, ayniqsa yoshi katta insonlarning huquqiy savodxonligi pastroq bo'lishidan foydalanadi. Sizga 1 million so'm ajratilgan, kartangiz raqamini bering, SMS kodini ayting, pasportingizni rasmga olib yuboring. Oldin 50 ming so'm to'lang, keyin pul tushadi degan gaplar aynan shu joyda boshlanadi. Men ekspert sifatida bir narsani qat'iy aytaman. Davlat tomonidan beriladigan haqiqiy yordam hech qachon SMS kodini aytish, bank kartaning to'liq ma'lumotini berish, oldindan pul o'tkazish yoki notanish havolaga kirib login parol kiritish orqali rasmiylashtirilmaydi. Agar kimdir ilk 1 million olasiz, faqat hozir kodni ayting desa, bu juda katta xavf belgisi. Lekin masalaning boshqa tomoni ham bor. Haqiqatan ham ayrim toifadagi pensionerlarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, kam ta'minlangan oilalarga, yolg'iz qariyalarga, urush va mehnat faxriylariga yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga turli davrlarda bir martalik moddiy yordam, kompensatsiya, subsidiyalar yoki imtiyozlar berilishi mumkin. Faqat bu yordam hamma pensionerga avtomatik 5 million degani emas. Har bir yordamning o'z mezoni, hujjati, tekshiruv tartibi va manbasi bo'ladi. Birinchi navbatda 1000 so'm degan raqamni eshitganingizda men sizga 3 ta savol berishni maslahat beraman. Birinchi savol: bu pulni kim berayotgan ekan? Davlatmi, bankmi, mahallami, xayriya jamg'armasimi, noma'lum Telegram kanali yoki notanish odammi? Ikkinchi savol: bu pul nima uchun berilayotgan ekan? Bayram yordami, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, kredit, sug'urta to'lov, aksiya yoki qarzmi? Uchinchi savol: pulni olish uchun sizdan nima so'ralyapti? Agar shunchaki ariza va shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lsa, bu normal holat bo'lishi mumkin. Agar SMS kod, bank karta PIN kodi, oldindan to'lov, notanish ilova o'rnatish so'ralayotgan bo'lsa, darhol to'xtash kerak. Birinchi misol: 72 yoshli otaxon pensiya oladi. Pensiyasi 1 million 100 ming so'm atrofida. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Mahalladan unga siz yolg'iz qariya sifatida ro'yxatda turibsiz. Moddiy yordam bo'yicha ariza topshirishingiz mumkin deyishdi. Bu holatda otaxon mahallaga borib ariza yozadi. Pasporti yoki ID kartasi, pensiya ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar ko'riladi. Agar yordam tasdiqlansa, pul bank kartasiga yoki belgilangan tartibda tushadi. Bu yerda xavf yo'q, chunki jarayon rasmiy idora orqali ketmoqda. Bunday vaziyatda olish kerakmi? Agar pul davlat yoki mahalla orqali qonuniy ajratilgan bo'lsa, albatta olish kerak. Chunki bu yordam aynan shunday insonlar uchun ajratiladi. Ikkinchi misol: altaki yoshli onaxonga Telegramdan xabar keladi. Sizga prezident puli 1500 ming so'm ajratildi. Ro'yxatdan o'tish uchun havolani bosing. Havolaga kirsa, karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod so'raladi. Mana shu holatda bir qadam ham oldinga yurmaslik kerak. Chunki haqiqiy davlat yordami bunday shaklda berilmaydi.
agar SMS kodini aytsa, hisobidagi pensiya puli jamg'armasa, hatto yaqinlar yuborgan pul ham yechib olinishi mumkin. Bunday vaziyatda o'lish kerakmi? degan savolga javob bitta. Yo'q, bu yordam emas. Bu tuzoq bo'lish ehtimoli juda yuqori. Uchinchi misol, pensionerga bank xodimi qo'ng'iroq qilib, sizga 50 million so'mgacha pul beramiz deydi. Eshitishda yordamga o'xshaydi. Lekin aslida bu kredit bo'lishi mumkin. Kredit degani bugun olasiz, keyin foizi bilan qaytarasiz. Agar pensioner oyga 1 million 300 ming so'm pensiya olsa, 20 million kredit olib, har oy 300-400 ming so'm to'lay boshlasa, uning kundalik dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlarga pul yetmay qolishi mumkin. Bu pulni olishdan oldin shartnomani o'qish, foizini, muddatini kechiktirsa jarimasini bilish kerak. 5 million beramiz degan gap har doim ham sovg'a emas. Ba'zan bu qarz bo'ladi. 4-misol, 75 yoshli buvining farzandi unga telefon qilib, "Onajon, sizga mahalladan yordam chiqibdi, lekin arizani men onlayn topshiraman. Menga pasport rasmingizni yuboring" deydi. Agar bu o'z farzandi va ishonchli odam bo'lsa, mayli, lekin baribir ehtiyotkorlik kerak. Hujjat rasmlari begona odamlarga tarqalib ketmasligi kerak. Pasport yoki ID karta rasmi, SSHIR, telefon raqami, karta raqami bilan firibgarlar turli ro'yxatdan o'tishlar, soxta arizalar, kredit urinishlari yoki boshqa zararli harakatlarni qilishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, hujjatni faqat rasmiy idoraga, rasmiy ilovaga yoki ishonchli yaqin inson ko'magida topshiring. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan qariyalar. Chunki ular bilan maslahatlashadigan odam kam bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, bank kartasidan faol foydalanadigan, lekin SMS kod va PIN kod farqini yaxshi bilmaydigan pensionerlar. Uchinchidan, nogironligi bo'lgan shaxslar, ularning parvarishlovchilari. To'rtinchidan, kam ta'minlangan oila tarkibida yashovchi qariyalar. Beshinchidan, menga yordam chiqsa kerak deb ko'p ariza topshirib yurgan insonlar. Chunki ular firibgarlarning psixologik bosimga tezroq ishonishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizga hech kim shubhali qo'ng'iroq qilmagan bo'lsa, kartangiz ma'lumotlarini hech kimga bermagan bo'lsangiz, rasmiy mahalla yoki ijtimoiy himoya idorasidan tashqari hech qayerga hujjat topshirmagan bo'lsangiz, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin baribir yaqinlaringizga tushuntiring. SMS kodni hech kimga aytmang. Notanish havolaga kirmang. Kartaning orqa tomondagi raqamlarni bermang. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Ayrim odamlar, agar men bir martalik axir 1 million so'm yordam olsam, pensiyam kesilib qoladimi deb qo'rqadi. Umumiy qo'yda sifatida. Qonuniy bir martalik moddiy yordam pensiyani bekor qilib yuboradigan narsa emas. Pensiya alohida huquq asosida tayinlanadi. Yosh, ish staji, badallar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi asoslar bo'ladi. Moddiy yordam esa boshqa yo'nalish. Lekin ijtimoiy nafaqalar, kam ta'minlanganlik mezonlari, oilaning daromadini hisoblash kabi joylarda ayrim to'lovlar hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda bu pul qaysi toifa bo'yicha berilyapti degan savol juda muhim. Masalan, bir oilada pensioner buvi, ishlamaydigan kelin, 2 nafar bola va ishchi o'g'il bor. Oila kam ta'minlangan sifatida bolalar nafaqasiga ariza topshirgan. Agar oilaga qo'shimcha daromad tushsa, keyingi davrda daromad qayta hisoblanganda bu ta'sir qilishi mumkin. Bu degani yordamni olmang degani emas. Bu degani natijasini tushunib oling degani. Agar 1 million bir martalik yordam bo'lsa, oila uchun hozir juda zarur bo'lishi mumkin. Dori olish, qarzni yopish, qishki kiyim, oziq-ovqat. Lekin keyingi arizalarda daromad hisobiga qanday kirishini idoradan so'rab bilish kerak. Yana bir nozik joy, ba'zan kompensatsiya degan so'z ishlatiladi. Kompensatsiya nimaning o'rnini qoplaydi? Masalan, kommunal xarajatlar, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi, transport xarajati yoki boshqa aniq yo'nalish bo'lishi mumkin. Agar pul maqsadli berilsa, uni boshqa joyga ishlatish bo'yicha cheklovlar bo'lishi mumkin. Masalan, dori uchun berilgan yordamni boshqa narsa uchun ishlatib, keyin tekshiruvda tushuntira olmaslik noqulaylik tug'diradi. Har doim so'rang, bu pul erkin sarflanadimi yoki maqsadli yordammi? Yana bir katta tuzoq. Imtiyozli karta yoki maxsus sertifikat degan bahonalar. Firibgarlar ba'zan qariyalarga sizga maxsus karta ochib beramiz, 20 million tushadi. Faqat rasmiylashtirish uchun 100 ming so'm to'laysiz deyishi mumkin. Davlat yordamini olish uchun begona odamga xizmat haqi to'lash kerak emas. Agar rasmiy davlat boji yoki xizmat to'lovi bo'lsa ham, u faqat rasmiy kassada
rasmiy portalda yoki bank orqali aniq ko'rsatilgan tartibda to'lanadi. Qo'lga pul berish, plastikdan begona shaxsga o'tkazish, tezlashtirib beraman degan odamga ishonish xavfli. Yana bir masala telefon qo'ng'iroqlari. Firibgarlar o'zini bank, pensiya jamg'armasi, mahalla, soliq, prokuratura yoki ijtimoiy himoya xodimi deb tanishtirishi mumkin. Ular juda ishonchli gapiradi. Opajon, sizning pulingiz kuyib qoladi. Otaxon, bugun oxirgi kun, kod keladi. Ayting, men tasdiqlab beraman deydi. Men sizga qat'iy qo'yda beraman. Telefon orqali hech qachon SMS kod aytilmaydi. Bank xodimi ham, davlat xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. SMS kod bu sizning elektron imzoingizga o'xshaydi. Uni aytsangiz, men roziman degandek bo'lib qoladi. Yana bir unobbyus, ya'ni ko'pchilik sezmaydigan holat. Pensionerning nomiga telefon raqami ochilgan bo'ladi, lekin undan farzandi foydalanadi. Yordam haqida SMS pensioner nomiga keladi. Karta boshqa odamda bo'ladi. Ariza boshqa odam tomonidan topshiriladi. Keyin tushunmovchilik chiqadi. Pul qayerga tushdi? Kim yechdi? Nega men bilmadim? Shuning uchun katta yoshdagi insonlarning hujjatlari, bank kartasi, telefon raqami kimning qo'lida ekanini oilada ochiq gaplashib olish kerak. Bu uyat emas, bu xavfsizlik. Ba'zan qariyalar men yordam so'rasam, mahallada gap bo'ladi, uyat bo'ladi deb o'ylaydi. Men bunga qarshiman. Agar inson haqiqatan yordamga muhtoj bo'lsa, qonuniy yordam so'rash uyat emas. Ayniqsa yolg'iz qariya, kasal pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, dori-darmon xarajati ko'p bo'lgan inson o'z huquqini bilishi kerak. Uyat narsa boshqa, firibgarga aldanib keyin hech kimga aytmasdan yurish. Agar shubhali holat bo'lsa, darhol farzandlarga, mahallaga, bankka, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak. Yana bir savol. Agar menga IGB million tushsa, uni qaytarib berishim kerak bo'ladimi? Agar bu rasmiy bir martalik moddiy yordam bo'lsa, odatda qaytarilmaydi. Agar bu kredit bo'lsa, albatta qaytariladi. Agar noto'g'ri ma'lumot asosida olingan bo'lsa, masalan, daromad yashirilgan, yolg'on hujjat berilgan bo'lsa, keyin qaytarish talabi chiqishi mumkin. Shuning uchun arizada yolg'on yozmang. Ishlamayman deb yozib, aslida doimiy daromad bo'lsa, keyin muammo tug'iladi. Yolg'iz yashayman deb yozib, aslida bir uyda daromadli farzandlar bilan yashasa, tekshiruvda savollar paydo bo'ladi. Birinchi qadam. Xabar manbasini tekshiring. Agar 1,5 million so'm haqida Telegram, WhatsApp, Facebook yoki notanish saytdan xabar kelgan bo'lsa, darhol ishonmang. Xabarni yaqinlaringizga ko'rsating. Mahallaga qo'ng'iroq qiling. Ijtimoiy himoya bo'limi yoki pensiya bo'limining rasmiy raqamiga murojaat qiling. Rasmiy sayt va portallardagi ma'lumotni tekshiring. Noma'lum havolaga kirmang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pensioner yoki qariya yordam so'ramoqchi bo'lsa, odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili, oila tarkibi haqidagi ma'lumot. Nogironlik bo'lsa, tek yoki tegishli tibbiy hujjatlar, dori-darmon xarajatlari bo'lsa, chek yoki shifokor tavsiyasi kerak bo'lishi mumkin. Har doim asl hujjatlarni o'zingizda saqlang, faqat kerak joyga nusxa bering. Uchinchi qadam, arizani rasmiy joyda yozing. Mahalla fuqarolar yig'iniga boring, ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Zarur bo'lsa MyPoint Kubuz orqali ariza yuboring. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingiz, ishonchli qarindoshingiz yoki mahalla mas'ullaridan yordam so'rang. Arizada vaziyatni aniq yozing. Men falon yoshdaman, pensiya olaman, yolg'iz yashayman, dori-darmon xarajatlarim oyiga falon so'm, kommunal to'lovlarim falon so'm. Moddiy yordam so'rayman. Qanchalik aniq yozsangiz, holatingiz shunchalik tushunarli bo'ladi. 4-qadam, pulning turini aniqlang. Sizga 20 million beriladi deyishsa, darhol so'rang. Bu beg'araz yordammi, kreditmi, qarzmi, kompensatsiyami, subsidiyami, xayriyat to'lovimi, qaytarish majburiyati bormi, huquqi bormi, shartnoma bormi, qachon va qayerga tushadi, qaysi qaror yoki dastur asosida berilyapti. Agar javoblar ma'qul bo'lsa, keyin bilasiz. Hozir imzo qo'ying. Vaqt yo'q desa shoshilmang. 5-qadam, bank kartangizni himoya qiling. Karta raqamini ayrim holat to'lov tushishi uchun berish mumkin, lekin kartaning amal qilish muddati orqa tarafidagi CVV/CVC kodi, PIN kod, SMS kod hech kimga berilmaydi. Agar notanish havolaga kirib ma'lumot kiritgan bo'lsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani blok qildiring. Yangi karta ochish kerak bo'lsa oching. Telefoningizga begona ilova o'rnatmang. Masofadan yordam beraman deb Anidesk yoki shunga o'xshash dastur o'rnatishni so'rashsa, bu ham xavf belgisi. 6-qadam, oilaviy nazoratni yo'lga qo'ying.
Agar uyingizda yoshi katta inson bo'lsa, haftada hech bo'lmaganda bir marta undan so'rang. Sizga kimdir pul, yordam, bank, karta haqida qo'ng'iroq qildimi? Buni ayblash uchun emas, himoya qilish uchun so'rang. Ko'p qariyalar bolalarim xavotir olmasin deb aldanib qolganini yashiradi. Shuning uchun ularga oldindan ayting. Agar kimdir pul va'da qilsa, avval menga ayting, hech narsadan uyalmang. 7-qadam, shubhali holat bo'lsa, iz qoldiring. Qo'ng'iroq raqamini yozib qo'ying. Xabar skrinshotini saqlang, havolani bosmang, lekin xabarni o'chirib yubormang. Bankdan pul yechilgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Karta bloklansin. Keyin ichki ishlar organlariga ariza bering. Qanchalik tez harakat qilsangiz, pulni qaytarish imkoniyati shunchalik ko'proq bo'ladi. 8-qadam. Haqiqiy huquqlaringizni ham unutib qo'ymang. Pensionerlar faqat bir martalik pulga qarab qolmasligi kerak. Ayrim toifalarda kommunal to'lovlar bo'yicha yengilliklar, dori-darmon bo'yicha yordam, sanatoriy yo'llanmalari, protez ortopediya vositalari, dogironligi bo'lgan shaxslar uchun reabilitatsiya xizmatlari, parvarish bo'yicha yordam, ijtimoiy xodim xizmati kabi imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Bir martalik 1 million yaxshi, lekin ba'zan doimiy imtiyoz bundan ham foydaliroq bo'ladi. Masalan, qariya oyiga 300 ming so'mlik dori olish kerak bo'lsa, unga bir marta pul berishdan ko'ra tibbiy yordam yoki dori ta'minoti masalasini hal qilish uzoq muddatda ko'proq foyda beradi. 9-qadam. Har bir hujjatdan nusxa oling. Ariza topshirdingizmi? Qabul qilingan sanani bilib oling. Kim qabul qildi, qaysi raqam bilan ro'yxatdan o'tdi, javob qachon bo'ladi? Bularni yozib qo'ying. Og'zaki gapga tayanib qolmang. Kelavering. Ko'ramiz degan javob yetarli emas. Rasmiy murojaatning izi bo'lsa, keyin natijani talab qilish osonroq bo'ladi. 10-qadam. Pul tushgach ham ehtiyot bo'ling. Agar haqiqatan 1 million so'm yordam tushsa, uni birdan naqd qilib. Uyda saqlash shart emas. Avval zarur xarajatlarni rejalashtiring. Dori, oziq-ovqat, kommunal qarz, issiq kiyim, tibbiy ko'rik. Firibgarlar pul tushganini bilib qolsa, yana yordam chiqaramiz deb ikkinchi marta aldaydi. Shuning uchun pul tushgani haqida hammaga gapirib yurish ham kerak emas. Bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, qariyalarga yoki pensionerlarga ayni 1 million so'm haqida xabar kelsa, na darrov ishonish kerak, na darrov rad etish kerak. Avval manbani tekshiramiz, pulning turini aniqlaymiz, rasmiy idoraga murojaat qilamiz, hujjatlarni to'g'ri topshiramiz va bank ma'lumotlarini himoya qilamiz. Agar bu qonuniy moddiy yordam bo'lsa, uni olishdan qo'rqmaslik kerak. Agar bu kredit, shubhali havola, SMS kod so'rash yoki oldindan pul to'lash bilan bog'liq bo'lsa, bunday syurprizdan uzoq turish kerak. Men sizlardan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni ota-onangizga, buvib-bobolaringizga, qo'shnilaringizga tushuntiring. Ayniqsa yoshi katta insonlarga bitta oddiy qoida yetib borishi kerak. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Karta siri hech kimga berilmaydi. Notanish havolaga kirilmaydi. Sizningcha qariyalarga bunday yordamlar qanday tartibda berilishi kerak? Mahalla orqalimi? Avtomatik kartaga tushishi kerakmi yoki alohida ariza bilanmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Men esa keyingi videolarda pensionerlar, nafaqalar, ijtimoiy yordamlar va firibgarlardan himoyalanish bo'yicha yana muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.